Assalomu alaykum. Sizlar bilan Garaj 21 YouTube kanali. Navoiy mashina bozorini obzorini ko'ramiz. Ketdik. Ko'rib turganingizdek, Teka mashina 97-yil koreyskiy. Tak 50% rang yegan ekan, chetlari ozroq qirilganligi uchun rang yegan. Kilometri 183 ming, akamiz 25 deyaptilar. Qolganini kelishtirib beraman deyaptilar. Bizning nomimizdan chiqsalar, ozroq kelishtirib, hammasini cho'tkiga qilib beradilar. Atak qolgan sostenansi cho'tki. Mazza qilib buni yurasizlar. Chexol, polik, hammasi joyida. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bu ikkinchi Teka mashinamiz. Buni yiliga keladigan bo'lsak, 2003 30-40% sal kraska yegan. Tak kilometri 125 dedilar, 136 kilometr benzinda yuradi. Takoy akalarimiz uchun. Tolka benzinda yuradi. Hadoy, padoy, motor hammasi joyida. Cho'tki mashina ishlarini ham ko'rishingiz mumkin. Bemalol. Mashina ishlari ham cho'tki, salonlarga gap yo'q. Hammasi cho'tki mashina. Mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, 27 deyaptilar akamiz, 27 million so'm. Bizning nomimizdan chiqsalar yoki akamiz kelishsalar, kelishtirib beradilar bemalol. Xo'p, ko'rib turganingizdek, qizil Teka 97-yili. Akamiz aytib bersa, hech qayerga kraska tegmagan, hammasi toza, motorlar umuman moy yemagan, kolodkalar hammasi cho'tki joyida. Tak buni narxini 22 deyaptilar, kelishtirib beraman deyaptilar. İçləri ham takoy normalni. 4-Teka mashinamiz yashil rangda. Yili 99-yil. Motor yangi qo'yilgan, maslar o'zi bir marta ham almashtirilmagan ekan. Kamida bir 20-30% sal rang olgan, tagida chirigan ozroq joylari bo'lganligi uchun o'shalarni tozalab buna qilingan. İşlerini ham ko'rishingiz mumkin. 22 deyaptilar, kelishtirib beradilar bemalol. Mana shu nomerga aloqaga chiqsangiz, bemalol akani o'zi bilan suhbatlashib, kimga yoqadigan bo'lsa mashinamiz kelishtirib beradilar.